Vay. Ustun bo'pti. Baquvvatlik, zabardastlikni qaranglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana shunaqa ko'ch tarafga Naves yoki shuna ustun quymoqchi bo'lsangiz, buni apalavkasini qayerdan olamiz? Ustasi kim? Qayerdan topsak bo'ladi degan savollaringga sizlarga oson yechim Nural akamizni topib qo'ydim. Apalavkasini o'zi olib boradi, o'zi quyib beradi. Aka, charchamayapsizmi? Buni narxi necha pul bu? Obunachilarga aytib qo'yaylik. Joyiga qarab 200 ming so'm. 200 mingdan boshlanadi. Joyiga qarab, yana pasayishi ham mumkin ko'p bo'lsa, aka. Ko'p bo'lsa pastroq qo'yib beramiz. Xizmatlar qayergacha o'zi, aka? O'zbekiston bo'ylab, xudo xohlasa qo'shni davlatlarga ham chiqishyapti. Aka, bu bitta ko'rinishdagi turi. Hozir boshqa ko'rinishni ham sizga ko'rsataman. Ketdik. Xo'p, darvozaxonani endi uzoqroq chiqarmoqchi emassiz, aka. Kamroq 80 sm yoki 1 metrgacha chiqarmoqchisiz. Sizga to'rtburchak yoki dumaloq rimkalonlar kerak. Hozirgi figuralarimiz 40 sm chiqyapti devorlarimiz. Mana shunaqa joylarga ham aka ikkita rimkalonlarni quyib qo'ysangiz, bu ham chiroyli chiqadi. Lekin bundan ham qiziqrog'ini ko'rsataymi, aka? O'ta dahshat bor. Ketdik. Aka, bu rimkalonlarimizdan yana nimalarga foydalansa bo'lardi? Shu qiziq joyini aytaymi, aka? Men ko'rib turgan bisetkalaringni ham uylarga qurib qo'ysalaring bo'laveradi. Marhamat. Aka, mana bunaqa nejvoyka bordyur yoki temir bordyur sizga yoqmayaptimi? Mana shu o'zidan balyasina bordyorlarimiz ham bor, tepalariga regellarimiz ham o'zini gulidan bor. Aloqaga chiqaverasizlar, aka. Biz bundan-da qiziq kontentlar qo'yib boramiz. Tom xizmatiga obuna bo'lmagan bo'lsang, obuna qo'yinglar, joninglar sog' bo'lsin.